Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan bitta ilova orqali sarmoya tarzida pul ishlashni o'rganib o'tamiz. Demak do'stlar, videoni boshlaymiz. Bugun bizga mana shu ilova kerak bo'ladi. Mana Money App ilovasi. Bu ilovani silkasini opsionida qoldiraman. Demak do'stlar, ilovaga kiramiz. Birinchi yo'l bundan ro'yxatga o'tib olish kerak. Mana ro'yxatga o'tib olasiz. O'zingizni akkauntingizni kiritib, xo'sh, kirganimizdan so'ng bu ilova juda ham bomba ilova. Bunda siz ilova yuklab olib, o'yinlarni yuklab olib yoki o'shalarga sharh yozib, ya'ni kommentariy yozib pul ishlashingiz mumkin. Birinchi bu yerda mana top zadana deyapti. Ya'ni bu top zadana ustiga bossak, biz ilovalarga yana sharh, ya'ni kommentariy yozib pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni ochko ishlaymiz, ochkoni pulga o'girib olishimiz mumkin. So'ng bu yerdan bitta chiqamiz. Keyin подписка, bu bo'lim hozir ishlamayapti. Keyin bu yerda просмотр video degan bo'lim bor. Xo'p, buni ustiga bosamiz va bu yerda biz mana reklama ko'rib ham tanga ishlashimiz mumkin. Masalan, посмотри videoni ustiga bossak, bizga reklama beradi. Va bizga mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana pastda bizga plus 5 ochko berdi. Uni pulga o'girib olishimiz mumkin. Xo'p, keyin bu yerdan ham chiqamiz va bu yerda skачивай приложение degan bo'lim bor. Biz bu bo'limda ilovalarni, o'yinlarni yuklab olib, ochko to'plab olib, shu ochkolarni pulga o'girib olishimiz mumkin. Bu yerda mana ilovalar juda ham ko'p. Masalan, mana shu yuklab olamiz. Ilovalarning eng ko'pi, masalan, eng hajmi kattasi 15 megabayt, undan ko'p emas. Masalan, skачатni bosamiz mana shunga. Hammalarga mana rus storini yuklab olishni tavsiya qilaman. Mana shu ilovani yuklab olasiz, chunki bu ilova mana shu rus storiga ulangan bo'ladi. Bu rus storini ham silkasini video pastda opsiyada qoldiraman. Xo'p, buni shu ustiga bosamiz. Hozir buni yuklab oladi. Mana yuklab ham oldik. Xo'p, endi bitta qaytamiz orqaga va bu yerda проверка ustiga bosamiz. Приложение ustolanadi dedi va bizga yana plus 80 olmas berdi. Va bu yerning ustiga bossak, biz nechta vazifa bajarganimiz turadi. Bu yerda mana men 4 ta ilova yuklab olganman va bu yerda mana ochkolarni bergan va bu yerda pul bo'limi ustiga bossak, mana bizda 6 rubl bor, 6 rubl bor, ya'ni 315 almazimiz 6 rubl bo'lar ekan. Xullas, har bitta mana bu yuklab olgan ilovamiz 2 rubldan beryapti. So'ng keyin bu yerda hozir masalan bu ilovani yuklab olgandan so'ng bu yerda mana birinchida ko'rsatmayapman buni. Mana sharh yozish bor. Masalan, asvat atizusiga bosamiz. Va bu yerda mana sharh yozamiz, masalan 5 yulduz va bu yerga masalan очень круто deymiz. Отправить ustiga bosamiz va buni bitta screenshot qilamiz. Va bu yerga mana screenshotni ustiga bosamiz va screenshotni joylaymiz. Mana screenshot загрузим dedi va bitta обновление bersak, bu yerda mana ajdanada turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu ilova ham ajdanada turibdi. Uzog'i 1 soat 2 soatda bizning sharhimizni ma'qullaydi va mana bizga 160 ta, bu yerda mana 135, 130 ta ochko beradi va ularni biz rubl qilib o'chirib olsak bo'ladi. Bu yerda mana ishlagan pullarimiz ko'rsatib turadi. Masalan, hozir mana video ko'rdik, ilova yuklab oldik. Bu yerda mana komment yozganimiz keyinroq qo'shiladi. Xo'p, keyin bu yerda mana balansimiz turadi. Xo'p, pul ham ishlab oldik deylik. Endi pulni chiqarib olish kerak. Bu yerda mana hamma mana vived bo'limi ustiga bosamiz va vivesting ustiga bosamiz. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, Sberbank, Kartamir va bizga eng ma'qul mana Binance USD TRK bor. Minimal pul yechib olish 200 rubl ekan. Bu yerga 200 rubl deb yozasiz. Va bu yerga mana adres kошелька deyapti. Ya'ni TRK mazlingizni qo'yasiz va bu yerga ism familiya yozasiz va bu yerda подтвердить tweetni ustiga bosasiz, bo'ldi. Pulingiz tashlab beriladi. Hozir menda mana yetarli balans yo'q. O'shaning uchun hozir men pul yechib olmayman. Xullas, ilova zo'r deyolmayman, lekin normalni ishlasa bo'ladi. Eng asosiysi sarmoyasiz. Xullas do'stlar, video silkasini opsiyada qoldiraman. Boyaga rus storini ham
silkasini opsiyanda qoldiraman. Videoni shu bilan yakunlayman do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.